Assalomu alaykum barchaga. Mana do'stlar qaranglar. Tak Silverstone kompaniyasidan Monaco Pro modelini sizlarga ko'rsatib bermoqchiman bugun. Xullas, yangi plastika bazalarini yangiladik. Plastika bazalarini yangiladik. Biz mana ko'rib turganlaringdek yangi detektor. Orqasidagi klyonkasini olib tashlasak ham bo'ladi. Chunki mushayt qilmasin. Tak. Hozir o'zidan chiqqan soskalarni qo'yamiz. Qanaqa ishlab beradi bizga? Bitta yurish qilamiz hozir chiqib. Shahar ichida uzoqqa ketmaymiz. Shahar ichida yuramiz, lochinlarga, kordonga, yangi kaskadga yuramiz. Tak bo'ldi. Buni joylashtiramiz va testga ketdik. Mana qaranglar. Zavodskiy настройка. Mana перезагрузка bo'ldi. Ko'rdingizmi? Zavodskiy настройкаga tushdi. Endi bu joydan ko'ramiz, qaranglar. Men kerak joyini o'chiraman, настройкасini ko'rsatib beraman sizlarga. Тест при включении. Диапазон X. Диапазон КУ. Диапазон КА. Диапазон К. Hikvision. Lochin. Lochinni yoqib qo'yamiz lekin bolalar. Выключен. Включен. Yoqib qo'yamiz. Olmay qolsa keyin o'chirib qo'ygansan demanglar. Автокон. Avtokon yoniq ko'ryapsizlarmi? Xullas hammasini ko'rsatib beraman sizlarga. Кардон М. Ko'rib yoqilgan. Радар. Скат. Кардон Про. Лазер. Чувствительный уровень. Выбор. Включение. Смарт. Выбор. Формат времени. Автовыключ. Заставка. Отключение радарной части ниже скорости. O'chirib qo'ying. Ovoz chiqmay qolsa yana ne to'p qolmasin. Приглушение громкости ниже скорости. Ovoz chiqmay qolmasin, to'xtagan paytimiz. Переход в режим автоматический. Экстра предупреждение. Сообщи. Звуков. Малом. Стационар. Систем. Стрел. Контроль. ЖД. Мобильный. Пост. Контроль. Видео. Муляж. Грузовой. Контроль. Голосов. Удаление. Перезагрузка устройства. Возврат. Язык. Mana ko'rdinglarmi? Saqlanib qilamiz. GPS активно. Rejim trassa. Trassaga qo'yib qo'yamiz, chunki olmay qolmasin, trassada yaxshiroq oladi-da. Qaranglar, ketdik. Kadrni uzmaymiz. Kadrni uzmasdan hozir Lochin avtokonga boramiz. Undan keyin kordonga boramiz. Oldimizda hozir birinchi Lochin ko'z va avtokon keladi. Ko'ramiz. Qanaqa ishlab beradi bizga Monaco Pro. Kuzatamiz. Jetni radar detektor deydi-yu, zo'r deydi-yu, qani? Haqiqatan zo'r bo'lsa, maslahat beraman lekin olib ishlatishda. Agar ishlab bermasa, maslahat bermayman. Ishlatganda foydasi yo'q-da bu detektor. Kamera на 60. Mana qaranglar. Снижайте скорость. Tezligimiz 70 dan ziyod почти. Qaranglar, sekinlashamiz. Kordon emas-ku bu, Lochin-ku bu. Jinni, mana. Nimaga bunaqa qildi bu? Tushunmadim, rostdan bor. Bo'ldi, qo'yib yubor endi. Ko'ryapsizlarmi ishlash? O'ziga tushunmayapti bu. Multiradar deyapti endi ekrandan. Nima bo'lyapti bunga o'zi? Tushunmadim. Filtrlab yubordi hamma narsani bor. Filtrlab yubordi bu. Buni qaranglar. Ko'ryapsizlarmi? Mana endi ketdi, qaranglar. K diapazon. Короче, ovoz tushib ketdi bu. Nima bo'la? O'chirib qo'yaylikchi.
ovoz ichiga tushib ketdi buni. yangi GPS активно. yangi detektor nima Камера на bo'lyapti? 60. Xo'sh, Lochinga kelyapmiz. Qaranglar. Qaranglar. Qaranglar, 100 metr qoldi. Qaranglar. Mana tepada Lochin. Qaranglar, olmadi. Ko'ryapsizlarmi? Lochin ishlab turibdi, trassa rejimida turibdi, qaranglar. Xullas, avtokon turibdi chap qo'lda, qaranglar. Автокон. Ko'rdilaringmi? Ko'rdilaringmi? Bu nimasi? Nimasi u bu tushunmadim bular maqtaydi. Ha? Nima bu? Budjetni radar detektor, to'g'ri? Budjetni radar detektor. Aytmasa nima kerak bor avtokonga ham tushib qolasizlar mana. Ko'rdilaringmi? Avtokon yo'q, avtokonni ololmaydi. Ko'rsatib beringlar bo'lsa. Ko'rsatib beringlar. Mana qaranglar, hozir Cardon M radarini oldi tarafidan kelamiz. Negativchilar, boringlarga shukr. Qaranglar, agar bu Cardon M olmay qolsa, negativ yozib yotmanglar, shart emas. Kelinglar, kelinglar o'zlaring detektorlaring bilan, mana shaharda bu uzoq emas. Shahar ichida vodiy ketish yo'lidan Sergeli mashina bozoridan o'tib vodiyga qarab ketishga chiqsalaring, turibdi Cardon M, lobga shunday kelib turib sinab ko'ringlar detektorlaringni. Xo'pmi? Bu 100% ola olmaydi, hozir ko'rasizlar. Monaco Pro. Qani, ko'ramiz. Cardon M bo'lmasam lobga turibdi, bizga qarab turibdi. O'shani ola olmagandan keyin endi nima qilish kerak uni? To'g'ri, budjetni radar detektor. Endi oldiga borsa ham deteksiya berish kerak. Kuzatamiz. Камера на 60. Aha, ba'zi orqali ogohlantirdi. Kuzatamiz. 200. Yaqinlashyapmiz. Yaqinlashyapmiz. Yo'qda ko'ryapsizlarmi? Yo'q, hech narsa yo'q. Keldik o'sha mana. Keldik mana, tepada turibmiz. Nimasini maqtaydi bu detektorni? Men umuman tushunmadim, baro. Nimasini maqtaydi bu detektorni? Ko'rib turibsizlarmi? Hozir men 77 da isbotlab beraman ishlab turganini. Mana shu radarni qara, kuzatamiz. Mana qaranglar. 7700S, oddiy 7700S da bu. Oddiy 7700. Buni 60. Buni nimasini ishlatasizlar buni, ha? Budjetni radar detektor ko'rdilaring. Ko'rdilaring. Avtokonni ololmadi. Cardonni umuman ko'rmadi. Buni nimasini ishlatasizlar buni? Budjetni radar detektor deydi. Nimasini ishlatasizlar? Arzimaydi-yu. Oddiy, bilak qo'ymayman. Oddiy 7700S qo'yaman. Oddiy. Chunki bilakni qo'ysak uyat bo'lib ketadi. Hozir Cardonni ishlashini isbotlab beraman sizlarga. Kuzatamiz. Kuzatamiz do'stlar. Mana hozir Cardon M 7700S qanaqa ishlaydi ko'rasizlar. Ko'ryapsizlarmi? Mana bu detektorda, bu detektor, bu haqiqiy radar detektor bo'ladi. Mana shu 7700 dan ishlatsalar, baraka topasizlar. Uyaltirmaydi hech qachon. Mana tepada turibdi Cardon M. Mana shunaqa gaplar, xullas. Xulosa o'zlaringdan.